Men bu uyda kimman o'zi? Qo'chqormanmi, qo'chqor emasmanmi? Qo'chqorman. Qo'chqor ekan deb bo'lib tashlayveradimi? Ushbu film Temir xotin komediyasining muallifi Bulung'urlik desam ishonasizmi? Asli Samarqand viloyati Bulung'ur tumani G'obir qishlog'ida 1951-yil 4-yanvarda tavallud topgan Sharof Boshbekov hayoti va ijodi juda yuksak darajada. Shu inson ssenariysi asosida ko'plab retro filmlar suratga olingan. Xususan, Charxpalak teleserialini ko'rmagan inson yo'q. Ring desang kallangni sapchadek uzib tashlayman. Keyin qidirib yurasan. Men Lo'li Maryam. Esingdan chiqmasin. Ma'ruf va Sharif Bunday qilib o'tirganing har yerda chidasa bo'ladi. Pastda to'qnashganlar boshini, peshonasini yoradi. Asan shu ahvolda mashina yuradigan joyga chiqib qolsang bormi? Senga qarab kelayotgan shofer shunda og'zini ochadi-da, ahaha deb mashina qolib o'zi teshikdan pardaga chiqib ketadi. Masxaraboz filmi esa ko'plar uchun haqiqiy xotira, to'g'rimi? Ismim Tisha, lekin meni masxaraboz deydi hamma. Uning bir qator mashhur asarlari, Tikansiz tipratikanlar, Tentak farishtalar, Temir xotin kabi ko'plab asarlari bugungacha kitobxonlarning e'tiborida. 1989-yilda yaratilgan Temir xotin komediyasi 1990-yilda kino sifatida suratga olingan. Ochig'ini aytsam, shunday inson bilan bir joyda tug'ilganimdan faxrlanib ketdim. Tumanimizda yana shunday mashhur insonlarni bilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.